Yurtimizda muhim davlat tadbiri aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayoni boshlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish to'g'risidagi farmoniga asosan amalga oshirilayotgan jarayon har bir inson, har bir oilaning hayoti, huquqlarini va kelajagi bilan bog'liq muhim qadamdir. Hukumat qaroriga muvofiq ro'yxatga olish 2026-yil 15-yanvar kunidan 2026-yil 28-fevralga qadar, ya'ni 45 kun davomida o'tkaziladi. Ro'yxatga olish davomida aholining shaxsiy ma'lumotlari, yashash joyi hamda qishloq xo'jaligi faoliyatiga oid ma'lumotlari to'planadi. Eslatib o'tamiz, ma'lumotlar ijtimoiy sohani rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, ta'lim, tibbiyot va infratuzilmani yaxshilash uchun muhim ahamiyatga ega. Aziz qashqadaryoliklar, e'tibor bering. Ro'yxatga olishda fuqarolar doimiy yoki vaqtincha yashab turgan joyi bo'yicha hisobga olinadi. Ma'lumotlar ro'yxatga olish sanasidagi holatga ko'ra qayd etiladi. Shu bois har bir fuqarodan ushbu jarayonda faol ishtirok etishni, ro'yxatga oluvchilar bilan hamkorlik qilishingizni so'rab qolamiz. Keling, birgalikda ro'yxatdan o'tamiz, birga kelajakni quramiz.